Assalomu alaykum aziz bakvaska girmaydi qildik hozir ishlar mana o'ylalar tayli asalli ramkalar bor qishda berganmiz. Bularni endi hozir hop o'ylalar bir kontrol qilib mana uni rishotkaga o'rnatib shu asalli ramkani ustiga o'rnatib chiqamiz. Tegozning ichida ramkalar bunday turgan bo'lsa, asalni ramka bunlarga qo'yib chiqamiz. Asal sezonga boshlanamiz Germaniyada birinchi asal sezon rapsga. Das Moos da drauf und wächst einfach weiter. Nur 2 Wochen. Eine Woche bei diesem Wetter, 2 Wochen, wenn es raus. So. Tak, qilgan ishimiz mana shu tarafga olindi. Shu tarafga olingandan keyin hozir bunga mana ida turdoy ramka bu. Tak, mana shu turdoy ramka bilan rasplot tarasiga bitta hozir mashina beriladi. Keyin mana ida bitta diafragma bu. Bu diafragma olib tashlayman. Mana ida perga to'plangan bu qoladi. Buni qishda shunday qo'ydik. Perga to'plash uchun perga kerak bizga. Hozir mana bitta mashina berilsa, bu turtoy ramka, diafragma, keyin mana yana bitta mashina beriladi. Bo'lish bilan. Keyin bu pastga olinadi. Agar pastda ovqat bo'lsa, bunga ovqat qo'ysam ham bo'ladi. That is footer bu. Oziq ramka mana. Agar pastda oziq yo'q bo'lsa, kam bo'lsa, pustoy bo'lsa, mana bitta mana ramkani diafragmadan keyin mana shu qoldirsam bo'ladi, shtobi. Nektar kamayib ketmasligi uchun. Chunki bu asal emasda bu. Mana bu asal. Shuning uchun buni tepaga qo'yamiz. Keyin bizga toza asal to'plab beradi. Shu ishimiz. Xo'sh, bugun mana ishimiz tugadi. Bir partiya arla ishlashiga, asalga birinchi sezonga bir partiya birinchi kachga olishga o'ylalar bitta taxlab oldik Germaniyada. Hozir ustiga mana asal magazinlar boya pastda edi. Tepaga olib chiqdim. Tepaga olib chiqdik va ustoz bilan endi erta yo bir arada bir 2-3 kun ichida ustiga xuddi mana shunday yana bitta 12 talik dadant asal magazin ustiga yana qo'yamiz. Shu bilan ikkita bo'ladi ustida. Hozir fol zo'r qilib hozir asal olib nektar olib kelishni boshlaydi bular. O'zi hozir gullagan olcha, gilos, olma atrofda o'rmonlardan ham boshlanadi. Shu bilan ustiga yana bitta asal magazin qo'yiladi ertadan. Biz birinchi sezonni birinchi kachiga yana olish uchun birinchi tayyorgarlik tugatildi bugun Germaniyada.